Assalomu alaykum hammaga. Demak, metabolizmda biz energiyani nimadan, qaysi payt, ya'ni qachon biz energiyani nimadan olishimiz haqida gaplashamiz. Demak, metabolic fuel of use, demak, metabolizmdan foydalanish. Demak, quyidagi sxemada nima yoritilgan? Demak, biz ma'lum bir mashq qilyapmiz yoki exercise qilayotgan paytimiz, uni vaqti hamda energiya olinishi nimadan? Demak, chiziqlar bilan gaplashamiz. Mana bu birinchi yuqoridan pastga qarab ketayotgan qizil chiziq. Demak, bu o'z navbatida запасной ATF, ya'ni asosiy energiya manbai. ATF, demak 2 sekundgacha ATFdan уже siz energiya olib yugurishni boshlaysiz. 2 sekundgacha ATFdan. Undan keyin energiya nimadan olishni boshlaymiz? Mana bu yashil chiziq. Kreatin fosfat. Demak, 10 sekundgacha kreatin fosfatdan olyapmiz. Hamda mana bu bo'lsa endi anaerob glikoz, ya'ni glukoza 6 fosfat, fruktoza 6 fosfat, glikolizis. Bu glikolizisdan olyapmiz, ya'ni glikolizis. Buni ham videosi bor tepada. Hamda aerobik metabolizm. Ana endi TCA cycle kirdi, kislorodli parchalanish bo'lyapti 1 minutgacha. 2 soatgacha. Demak, energiyani umumiy foydalanish mana 100% energiyani 1 minutgacha maksimal olib, undan keyin sekin pastlab ketyapti. Yaxshi, endi o'z navbatida 1 gram karbohidrat yoki proteindan 4 kilokaloriya energiya olinadi. 1 gram alkogoldan 7 kilokaloriya. O, yangilik. Demak, alkogolda energiyasi ko'p ekan. 1 gram yog'dan 9 kilokaloriya energiya olyapti. Yaxshi, demak, o'z navbatda fasting bizda ko'proq ro'za tutish hamda starvation, ochlik. Demak, och qolganingizda nimalar bo'lishi haqida organizmda gaplashamiz. Hali bo'lsam ketdik. Demak, birinchi navbatda o'z navbatda glukoza bilan nima? Yetarli darajada glukoza bilan ta'minlash. Bizda eng muhim glukoza muhtoj bo'lgan organlar bu miya hamda RBC. Demak, glukoza 100% talab qilinadi. Ko'proq RBC hamda oqsilda saqlanadi. Glukozadan foydalanamiz. Demak, ketmoqchi. To'q holatingizda, demak, obedga 4 ta shashlik yedingiz. Nima bo'ladi? Glukolizis bo'ladi. Glukoza parchalanib, buni belgisini tepada gaplashganmiz. Hamda aerobic respiration, kislorodli parchalanish. Yengil. Ya'ni buni nima stimulyaydi? Ovqat yeganingizda insulin, o'zaro trigliseridlar tepada gaplashdik. Karbohidratlarda запасной yog' qolib yoki oqsil sifatida, demak, zapaslab qo'yapti. Jigarga, yog' to'qimalarga, demak, nima qilyapti? Zapaslab ovqat yedingiz. Ayniqsa to'yib yesiz. Keyingisi endi ertalab nonushtan qildingiz hamda obedga ovqatgacha kutyapsiz, ya'ni ovqatlar orasi. Bunda energiya qayerdan olamiz? Demak, glukogenolis asosiysi. Glukogendan, demak, glukozani olib, uni foydalanar ekanmiz. Hamda jigardagi glukoneogenez hamda yog' to'qimalaridan ajratilgan erkin yog' kislotalari bular oz miqdorda. Ya'ni ko'p miqdorda bo'lganda ovqatlar orasida o'zi ozib ketishingiz kerak agar semiz bo'lsangiz. Yo'q, bu jichcha miqdor. Просто jigardagi glukogendan jigardagi buyrakdagi glukogenni parchalayapmiz. Bu yog'ingizga teganimiz yo'q, hali yog' ishlayapti. Bunga nima stimulyapti? Glukagon epinefrin o'z navbatda stimullayapti. Endi 1 kundan 3 kungacha och qoldingiz. That's problem. Demak, 1 kundan 3 kungacha och qoldingiz, nima bo'ladi? Demak, qondagi glukoza nimalar bilan saqlanib, navbatda jigardagi glikogen 1 kunga yetadi xolos. Undan keyin glikogen tugaydi, keyin o'z navbatda yog' to'qimalaridan erkin yog' kislotalari ajralishni boshlaydi. Mushak bilan jigar endi glukozadan oldin energiya sifatida foydalanyapti. Endi glukozadan endi yog' kislotalari olishni boshlaydi. Endi jigaringiz bilan mushagingiz запасной qorindagi beldagi yog'larni oladi, ishlatishni boshlaydi.
Bu degani ozishni boshlayapsiz. Yaxshi. Endi jigarda glyukogen yeganingiz jarayoni kechadi. Nimadan oladi? Laktatdan, alanindan, o'z navbatida yog' to'qimalari gliseroldan, propanil kodan, ya'ni oddiy yog' kislotalaridan nima qiladi? Glyukoza sintezlashni boshlaydi jigaringiz. Demak, любой qo'lga kirgan moddalarni jigar nima qilyapti? Glyukoza sintezlashni boshlayapti. Triglitseridlardan biz aytganimizdek glikogen bir kun ketadi, ABCD mitoxondriyasi yo'q, shuning uchun u faqatgina glyukozadan foydalanadi, ketondan foydalana olmaydi. Bu o'ziga xosligi. Endi 3 kundan ko'p ochqasiz, 4-kun nima bo'ldi? Yog' to'qimalari уже endi asosiy manba faqat yog'. Alanin qilmayapmiz, faqatgina manbani yog'ni parchalayapmiz. 4-kun уже keton tanachalar asosiy mushak, miya uchun endi asosiy energiya manbai bu keton tanachalar bo'ldi. O'z navbatida keton yetishmagandan keyin o'z navbatida nima bo'ladi? O'z navbatida hayotiy muhim bo'lgan oqsillar parchalanishni boshlaydi. Chunki tirik qolishga energiya kerak. Hamda bu o'z navbatda o'limga hamda organizmga sabab bo'ladi. Ya'ni bu videodan keyin 4 kun, 5 kun emas ozib ketaman degan xayolga bormanglar. Oziysizlar, lekin bu kalsiy mushaklar parchalab o'limgacha borishi mumkin ekan. Prostadagi biz 4 kun och qolsangiz nima bo'lishini organizmingizdan aytyapmiz xolos. Demak, qancha ko'p zaxiralangan o'z navbatda moddalar o'z navbatida tirik qolish vaqtini belgilab berar ekan. Kimlardir 6 kun, kimlardir 7 kun. Har xil zapasga qarab. Endi mana haftalar mobaynida demak energiyani ishlatilishi, demak zapasli energiyani. Bir hafta 3 kunga bo'lmay karbohidratlar tugayapti, uglevodlar, keyin nima bo'lyapti energiya sifatida asosiy? Yog'da уже mana 7-haftadan boshlab уже yog' qolmayapti. 7 haftaga hech nima yemasangiz o'lasiz. Albatta, agar sekin-sekin anaqa qiladigansiz, ya'ni buni qaysidir ma'noga hayotga taxminiy tatbiq qiladigan bo'lsak, agar siz parhez qilishni boshlasangiz, uglevodlar kamaytirsangiz, lekin vitamin, oqsil, sabzavotlar yeyapsiz. Uglevodlardagi yog'lar kamaytirishni boshlasangiz, g'etida 2 oyda sekin yog'laringiz erishishni boshlar ekan. Deb olsak bo'laveradi. 2 oy hech nima yemaslikni aytmayapmiz, iltimos e'tibor beringlar. Parhez qilsangiz, to'g'ri parhez qilsangiz, ya'ni siz go'sht yeysiz, tuxum yeysiz, salat, barg yeysiz, faqat shirinliklar, yog' tashladingiz. Ma'lum miqdorda ochlik beryapsiz o'ziga. Demak, yog' o'z navbatida 8 haftadan keyin oqsil ham tugaydi. Bu degani mana yana kalsiy mushaklar уже yo'q, faqat suyaklar chiqib ketgan. Afrikalik bolalarga o'xshash holat yuzaga keladi. Demak, bu umumiy och qolgandagi organizmda o'zgarishlar ekan. Bu bioximik metabolizm reaksiyasini tushuntirish, o'xshatishlar qildim. Ya'ni agar siz vazn tashlashganda qilgansiz, parhezga to'g'ri rioya qiling. Ozish degani bu shunchaki hamma yeyishni to'xtatish emas. Unda men aytganimdek 3 kundan keyin mana oxiri o'lim. Shuning uchun agar ozmoqchi bo'lsangiz, hozir tana massa indeksingiz sizniki joyida, siz qomatingiz juda yaxshi. Agar ozmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri parhez qilinglar. Sabzavot, go'sht, mahsulotlar, aminokislotalar обязательно kerak. Siz shakar, uglevod kamaytirganingiz bilan. Demak, hammaga rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lish esdan chiqmasin. Demak, Comet Telegramda, YouTube'da ham. Hammaga rahmat.